Bu tovar mani qo'limgacha Xitoydan atigi 15 ming so'mga yetib keldi. Nimaligiga qiziqyapsizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Bu tovarni men Xitoy bitta saytidan zakaz qildim va qo'limga tovari bilan birga, kargolari bilan birga 15 ming so'mga yetib keldi. Bu ko'rib turganingizdek idish-tovoqlar yuvish uchun juda ham qulay bo'lgan narsa. Bu idish-tovoq yuvadigan shotkamizni komplektidan bitta shotka chiqadi, bitta machalka chiqadi. Bu machalkani idish-tovoqlarni yuvganingizdan keyin bemalol olib tashlab, suv bilan yuvib, yana joyiga qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Agar bu machalkani ishlatmasanglar, bosib, chiqazib, shotkaga almashtirsanglar bo'ladi. Buni yana bitta qiziqarli joyi bor. Men bu knopkasini ochsanglar, ichiga gel solib, mana bu knopkasini bossanglar, teshigidan gel chiqadi. Agar skоворodkalarda kuygan joylari bo'lsa, mana bu joyi bilan skоворodkalarni qirib, shotkasi bilan ishqalab, shotkani ishlatib bo'lganingizdan keyin buni olib tashlab, xohlasanglar buni mana bu tomonini, xohlasanglar buni yumshoq tomonini qo'yib, bemalol idish-tovoqlarni yuvsanglar bo'ladi. Sizlar bu narsani Xitoydan zakaz qilib, 15 kun, 20 kun kutishinglar shart emas. Biz sizlarga allaqachon katta kolичествоda olib kelib qo'ydik. Agar sizlarga mana shu narsa kerak bo'lsa, bizga direktdan yozinglar. Biz uni xohlagan joyingizga yetkazib bera olamiz. Yana shunga o'xshash qiziqarli narsalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling.